Sun'iy intellekt deymiz, lekin internet qanaqa ishlashini bilamizmi? Osongina qilib, oddiygina qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Tasavvur qiling, mana yer yuzi. Siz mana bittasiz YouTube'da video ko'rasiz. Mana bitta YouTube'ni serveri. Deyman, bu Google'ning serveri. Mana bitta Facebook'ning serveri, masalan. Bu yerda necha ming kilometr masofa bor. Siz telefoningizda buni ko'rganingizda nimaga ulanasiz, qanaqa qilib keladi u? Tasavvur qiling, siz masalan mana bunaqa ko'pchilik aytishi mumkin, sun'iy yo'ldoshlar osmonda uchib yuradigan sun'iy yo'ldoshga internetga ulanadi, u bu yoqda serverga ulanadi. Biz so'ragan paytimiz bu yoqdan mana bunaqasiga olib keladi deb o'ylaydi, lekin bu yoqda ham juda ham ko'p minglab kilometr tepaga, bu yoqda ham ming kilometrlab pastga tushadi. Bu juda ham uzoq va bu yerda sizni video ko'rishingiz, masalan, trafik borib kelishi juda ham uzoq bo'lib ketadi, juda ham qiyin bo'lib ketadi va bu nerealniy bu juda ham sekin bo'lib qoladi agar bunaqa ishlaganda. Bunaqa ishlamaydi. Internet o'zi aslida dunyo bo'ylab o'ralgan fiziki kabellar bilan bir-biriga bog'langan set. Bir-biriga bog'langan hamma. Dunyoning har xil tochkalarida bir-biriga kabellar o'tib kelib, hammasi bir-biriga bog'langan. Hammasi bir-biriga bog'langan. Fiziki mana shunaqa kabellar bilan tortib kelib, set yaratishgan. Bu kabellar optik kabellar deydi. Bu kabellarning ichida nur bilan bir-biriga bog'langan. Mana nur yuboradigan kabellar. Dunyo bo'ylab svязь mana shunaqa internet svязь set ushlab turadi mana shunaqa qilib. Bizning telefonimiz Wi-Fi ga ulanadi-yu yoki telefonimiz mobil internetdan ishlaydi-yu deyishingiz mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Bu kabel, bu set, bu siz foydalanayotgan, siz masalan telefondan foydalansangiz, telefonning antennasi mana bitta turgan bo'lsa, bunga ham mana shunaqa qism olib kelib ulangan bo'ladi. Bu olib keladi, mana bitta shunaqa router, shunaqa apparati bo'ladi. Nur to'lqinlarini olib, elektromagnit to'lqinlariga o'girib beradi faqat. O'girib beradi, o'shanda sizning telefoningiz elektromagnit to'lqinlarini tortadi, o'sha mana shu setga ulanadi. Bitta setga ulanadi. Google'ning serverlari ham shu setga ulangan va siz videoni bemalol bu serverlardagi bu yoqdagi videolarni, rasmlarni bemalol ochib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Uydagi Wi-Fi routerlar bo'lsa, masalan, O'zmobile, Uztelecom, mana shu narsalar, bular ham xuddi shunaqa, bular ESP deyiladi. Internet Service Provider deyiladi bular. Bular ham mana shu setga ulangan va bular ham sizga kabellar bilan tarqatib beradi. Siz olib kelib mana uyingizga qo'ygan routeringizga ulaganingizda, router nurdan kelgan to'lqinlarni olib, elektromagnit to'lqinlariga o'tkazadi. Kompyuteringizga ulatishingiz mumkin yoki Wi-Fi tarqatishingiz mumkin. Wi-Fi tarqatadigan bo'lsa, yana o'sha optik to'lqinlarni elektromagnit to'lqinlariga o'zgartiradi va telefoningiz bilan Wi-Fi ga ulanib, Wi-Fi bu elektromagnit to'lqinlaridagi ulangan network, set. Internet shunaqa ishlaydi, to'xtatdimi? Примерно o'sha yerda to'xtatsa bo'ladi menimcha.